olsa bunun takriben 3 yıl burun bizim takip etken kırnaşlar yaxşı bildi. 3 yıl burun bir ziyaret qilib kelgan edik. Bu vaqtda Sharq Turkistonning mustaqilligi, Munar xonimning ko'z qarashi bo'yicha, shu tahlil bo'yicha 3 yıl burun Sharq Turkiston davası mushkul suratda davom qilsa, qancha vaqtlardan keyin, natijalardan keyin bir Sharq Turkistonning mustaqilligi amalga osha degan bir savolni qo'ygan vaqtimda o'z ko'z qarashi bo'yicha 5 yildan 10 yilgacha vaqt ketishi mumkin deb bir fikr o'tirib qo'ygan edi. Bu videoni taqdirdan keyin nurg'ulg'an qarindoshlarimiz bu so'zni qabul qilolmadi. Nurg'ulg'an boshqacha fikrlar qarindoshlar orasida nurg'ulg'an usullar taqalgandan keyin bu videoni yuvitishga majbur bo'lgan to'q. Hozirgi endi sharoitimiz qilgan vaqtida yana birinchi vaqt ketirgan o'xshaydi. Shuning uchun Munar xonimningki shu vaqtda qaysi xil dalillar bilan, qaysi xil fikrlardan shu masalani o'tirib qo'yganligini bir oydinlashtirish uchun keldim. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Ziyaretimizni qabul qilganingizga rahmat. Rahmat, men rahmat aytaman. Burun dastlabda bizningki shu tashviqot xizmatini boshlagan vaqtlarimizda, yangi boshlagan vaqtlarimizda o vaqtlarda Sharq Turkiston davosini siyosatni to'q tushunmaydik. Shuning uchun bekroq tirishsak, bir ikki yildan o'timiz mustaqil bo'lgandek bir holatda shuna bir umidlarni harakat qilib boshlagan edik. Shu vaqtda men raskamni qilsam shu 5-10 yil vaqt ketishi mumkin degan fikrga ham ko'nglimni tadmag'anti, chunki vatanimizda shunday qirg'inchilik bo'layotsa, xalqimiz o'lib tugayootsa 5-10 yilgacha adam qilmaslik mumkin deb shunday ko'nglimiz yerim bo'lgan. Xalqimiz orasida nurg'ulg'an boshqa fikrlar bo'ldi, unda vaqt ketmaydi, buni nereden bilasiz degandek shunday bir fikrlar taqalgandi. Siz shu vaqtning o'zida qaysi xil ko'z qarashlar bilan nimalarni ko'rsatish orqali bu fikrni o'tirib qo'yganingiz haqiqatan hozir qaragan bo'lsak, men bo'libmi shu da'voga ichi kirgandan keyin, tashkilotlar aralashgandan keyin, xalqimiz orasidagi nimalar ko'rgandan keyin mustaqillik bo'lgan vaqtning texim uzrab ketirgandan ansiraydigan bo'lib qoldim. Men shu uzroq vaqt ketirgan o'xshaydi deb o'ylaydigan bo'lib qoldim. Hozirgi bir qirg'inchilik bo'lgan vaqtda Sharq Turkiston mustaqilligini texim tezroq amalga oshiradigan omillar qanday qilsak texim bakroq tez bo'lishi mumkin. Bu da'vomizni o'zgartirib, texim kuchlantirishga kimning bakroq kuch chiqarish kerak? Bu mesela kim o'zgartiradi degandek shu bir men o vaqtning o'zida siz shu savolni so'ragan vaqtingizda men ashuna javob bergandim. Bu hargizlam bundaq kallamdan chiqarib hissiyotim yoki bunda bir normal bir tuyg'um bilan degan masala emasda. Ayni vaqtda biz masalan Urumchida xizmat boshlagan vaqtimizda 96-yillar atrofida shu islomiy harakat deyiladi biz boshlagan vaqtimizda bizning sepimizdagi qarindoshlarimizning ko'pinchisi, ya'ni %90-95i oliy maktabda o'qituvchilik qiladigan va o'qiyotgan, jamiyatdagi yuqori qatlamlarda ishlayotgan, ham noiti fikri uchuq ziyolilar edi. Shu vaqtimizda biz bu islomni yangidan qabul qilib, ham bu da'vo xizmatining ichiga kirgan vaqtimizda hammamiz bek hayajonlidik. Bizning ait yetilgan ustozlarimiz vardı. Ular faqat ustoz o'rnida oldiga chiqmagan, ular faqat jamiyatning har qaysi qatlamlarida kimlar muharrirdi, kimlar boshqa yerlarda ishlaydi, kimlar hatto ko'mirkonlarda ishlaganlar vardı, hatto tümür tavlaydigan yerlarda ishlaydiganlar vardı. Ashunda darajada ishlaydi, lekin ularning hech kim ularni ustoz deb qaramaydi. Lekin ular bizga shu navbatlashib siyosiy darslarni beradi, bizga tushunchalarni beradi, o anlan tushunchalarni beradi. Shu vaqtning o'zida shu Sharq Turkistondagi shu vaqtning o'zida mesela Xitoyni qachon qo'llab chiqaramiz, qachon ozod qilamiz degan gaplarni hayajon yang chunkanimiz bu da'voga kirgandan deganda 20-30 yil ketishi mumkin deganda biz shu vaqt bizim cho'qan chiqargan. Qonda degan gapdi. Bizning o vaqtdagi qinimiz, to'mirimizda qaynayotgan qon, hissiyat, o vaqtdagi fidokorlik, o vaqtdagi qo'rqmas jangovarlikda hamda 20-30 yil deganda hamda bizni bir xil ahmoq etgandeklar, nima degan gap bu biz bunda tursak deblar, atsilib Xitoyni haydab chiqarib yotadigandak ashunda bir hayajonda. Chunki biz o'ylabdimizki, shu vaqtning o'zida yangidan mush islomni qabul qilgan yoki yangidan mush da'voga kirganlarning hammasi bizga o'xshash qaynoq hissiyotda, hammasi o'xshash bir yoqdan bosh chiqarib, bir yoqdan qo'l chiqara oladi deb o'ylaydim. Keyin o ba'zi vaqalardan keyin biz zaten tashlab chiqishga majbur bo'ldik. Men yerdan chiqqandan keyin hozir masalan 98 ni hisoblasam 23 yil bo'ldi mana. 23 yil jarayonida biz bu da'voda pishib yetildik desak bo'ladi, yetilyapmiz yana. Ko'rgan bilganlarimiz, his qilganlarimiz, bu da'vo yo'lida ko'rsatilgan tirishchanliklar, bekor bo'layotgan emgaklar
Degandek hammani selishtirib kelgan chaqda biz tehe Sharq Turkistonni mustaqil qilgandek haqiqiy bir qo'shin hazırlab bo'lamiz. Shu vaqtning o'zida men buning uchun degan. Sharq Turkiston o kadar cho'ng bir zamin. Bütün Türk dünyasınınki ata zamini. Hem dünyadaki siyasi nimenin noktasını etken çağdığıma intayın mühim stratejik bir orun. Xitayning dünyaya eçiliş, dünyaya hükümranlık buluş siyasetini sırıştırgandığıma intayın mühim bir orun. Hem dünyanın hemme yerinden köz çıkıvatkan bir orun. Şundaqla bu hazır Sharq Turkiston meselesi dünyaya gün tertip kelivatkan bir mesele. Bunda ahvalda yügrep kopuklan vay bir Sharq Turkiston mustaqil qilsak bo'ldi desek yügrep qılalaydigan bir mesele emas. Bunu mesela siyasi cihatdan, iqtisadi cihatdan, askeri güç cihatdan yoki hozirgi zaman madeni urush cihatdan bo'lsin. Qaysi cihatdan olsak bizning hech qanday bir sharoitimizda pishilmadi. Tehe Sharq Turkiston meselesi men 2-3 yilning oldida degan vaqtimda hozirgidek tehe kun tartibga kelmagan. Hozir hamda dunyoning siyosatida Xitoyninki qilgan zulm bilan Xitoyning qilgan o'ktamligi, hukmronligi va zulmi aşkar bulup nurg'un davlatlar burun Sharq Turkistonda zulm borligini bilsimi, ammo o'zining bevosita manfaatiga to'qinmaganligi yoki tegmaganligi yoki tekkanligini hozirgidek cho'nqur his qilib yetmaganligi uchun, ya'ni o'zining bu qimarda o'tirib qo'yganligini bilmaganligi uchun, ya'ni bizni tehe bu masalada Sharq Turkistondan oldin o'ringa chiqarib turib Xitoyga qarshi hech qanday bir harakat qilmagandi. Ham hozir nurg'un davlatlarning Xitoyga karşı bu faaliyetlerin eperişi yoki bilan irqiy qirg'inchilik deb davlatlarda e'tirof qilishi faqatla Sharq Turkistonliklar bo'lgan ichki og'rishdan, insoniylik tuyg'usining eshib ketganligidan emas. Chunki Xitoyning ularga bo'lgan hukmronlik qilishdan iborat bu o'yini ularning jon tomiriga berib taqishganligi uchun va ularning jon tomiriga taqishgan bu masalada Xitoy bo'lgan o'chmanligi bilan bizga bo'lgan zulm kelganligi uchun bizning ularga aytib kuchli bir huzur bo'lyapmiz. Hem onundaki yeni birisi bu dünyadaki ülkelerin Sharq Turkiston meselesiga bu kadar ko'ngil bilishi, birisi Sharq Turkiston tashkilotlarining, dunyoning har qaysi tashkilotlarining yani aktiv rol o'ynaganligi va shu davlatlarda xizmat qilayotgan shu davlatlarning ichki parlamentlariga qadar kirib yoki shaharlarda ishlab, ularning ichki ishlarigacha ta'sir ko'rsatayotganligidan bo'lsa, yana bir tarafdan xalqaro tashkilotlarningki Sharq Turkiston davosini kun tartibga keltirish uchun xalqaroda ovoz chiqarishga bir tirishchanlik qilib bir saviyaga yetganligi. Uchinchi bir tarafdan shuni bilishimiz kerakki, Sharq Turkiston davosini hozir kun tartibga kelish masalasida asosli yana bir uni qayta ta'kidlayman. Xitoyga bo'lgan o'chmanlik va o'zining shaxsiy davlat manfaatini qo'g'dash uchun qo'g'dashim bo'layotgan bu kurashda bizningki o'rnimizning hozirgi holatimizning ularga foydali bir taraf o'tganligi. Tek biz endi busuqning yeniga keldik yani. Bunun bilan vay 6-7 davlat yoki 7-8-10 davlat demokratik davlat Sharq Turkiston irqiy qirg'inchilik debdi. Unda biz bular ozodlik berayli, erkinlik berayli deb deydigan shunmaydi. Bu davlatning haqiqiy egisi bo'lishimiz uchun o davlatga haqiqiy ega bo'lgudek bir salohiyat bizda bo'lishi kerak. Agar navoda shu davlatning o'zida boshqa davlatlarning besim bilan Xitoyga alayli Sharq Turkistonni o mumkin emas-ku. Bergan taqdirdimi biz qanchalik hozir şu devlet qilib turishimiz uchun biz qanchalik hozir. Mesela biz chet elda yashayapmiz, Turkiyada yashayapmiz, boshqa o'lkalarda yashayapmiz. Az to'la siyosatdan yoki hozirgi taraqqiyotdan xabar bo'lamiz, atrofimiz qarab boqaylik. Hamma sohada yetishgan odamimiz, hamma sohaga tamam, yangidan boshlaydi, sıfırdan boshlaydi degan taqdirdami, sıfırdan boshlash, noldan boshlash uchun epirib turg'izgudek holatimiz qanchalik bor. Sanayi kısmında qanchalik bor, askeri kısmında qanchalik bor biz, ma'rif kısmında qanchaligimiz bor mesela. Diplomatik munosabatlarda qanchaligimiz bor. Biz onunla mesela her bir kurumga, her bir ministerlikka, her bir kurumga adam qo'yaylik desek, sağlam bir şekilde mamush ishning ustida tura oladi degidek va iyada Xitoy bizga chiqib ketgan vaqtda herkes ala deb tashlab qo'yib chiqib ketmaydi, nurg'un buzg'unchilikni qilib chiqdi va nurg'un o'zining yetishtirgan odamning iyaga qo'yib uzun yillik plan oladigan A plan, B plan, C plan deb qo'ydigan xalq. Aşağıdaki buzg'unchilik bizdan bizga tashlab bergandan keyin bizning qo'limizga o'tgandan keyingi vaziyatni biz tutib tura oladigan qanchalik qobiliyatli odamlarimiz bor. Masalan, vatanda ota-ona urug' tuqqanlarning hamma narsani qurbon berib chiqqanlarning ichidan qanchalik odam davoning oldida menyapti. Agar mush chetarga chiqqanning hammasi
mayli o'zimizdagi kamchiliklarimizni ko'rib yetib, qarang ukam. Ma sahada mening qo'limdan ma sahada ish keladi ekan. Mening bolamning qo'lidan a sahada ish keladi ekan. Mening ayolimning qo'lidan ma sahada ish keladi ekan deb hammamiz har sahada bir kuch chiqargan holatda bo'lgan bo'lsak, tamom doktorlarni doktorlarga maktabga olib saplasak bo'ladi. Biz hozir qanchalik tayyor masalan. Men şu anın o'zida 5-10 yil degan, yeni 5-10 yil deyman, 5-10 yil agar biz musha hozirgi holatimizga qarata maqsad 5-10 yil bo'lsa, bir mo'jiza deb o'ylayman. Lekin qaysi mo'jiza bo'ldi desangiz, agar Alloh subhanahu taolo bizning hozirgi ahvolimizga emas, ayaga tayyor bo'lmagan holatimizga emas, Sharqiy Turkistondagi qarindoshlarimizning ahuzariga va ularning qilgan duosiga ijobatan dunyo siyosatining ashunga udil kelib qolgan yeriga qarata Allah berib qolsa bu mo'jiza. Bu haqiqatan bir mo'jiza bo'ladi. Ammo hozirgi taraqqiyotimiz bilan bu davlatning mustaqilligini qaytarib olishimizga biz tayyor emas. Hozirgacha bir-birimizni urushib o'tarsak miyada sen qilding, men qilmadim, sen uni deding, men uni demadim masalan. Sen yo'g'on, men kichik, sen egiz, men pakka. Hozirgacha Xitoyni unchalik tillamayman. Men shunga ijtimoiy taraflarga diqqat qilmasligim bo'lmaydigan bo'lib qolishimning sababi shu. Hani men bir Xitoyni anglisi bir ichi ochiqligidek tillaydigan gap emas. Musulmon qarindoshlar bir-birimizni anglisi ichi ochiqligidek tillayotgan holatda bizda kimni tillashni o'rganamiz ukam. Tillaydigan bo'lib qolsa. Bu holatimizni bizga bir davlatni bas ashak bir tillamiz bir-birimizni. Biz yerda bir-birimizni tillab o'tarsa o davlatni kim qurdi? Qurilgan agar mamlakatimizga davlatimiz mustaqil qilib bergan taqdirda uni bizga aşağıdaki ahvol qarta uni ching tutib turish bir masala va uni taraq qildirib ilgiritish bir masala. Mayli nima hammamiz farishta bo'lib ketmaymiz, bo'lgan ekan hammadan yeydi, ichidi, hayot kechirdi. Shu insonlarning maishatini saqlaydigan masala, tinch ittifoqligini saqlaydigan masala, ichki tashqi ichilarimizga kirib ketgan xoinlarning ular buzg'unchiligini oldini oladigan masala, birinchi masala bor. Biz buningga qanchalik hozir. Buning uchun bu men o vaqtda bu gapni qilishimdagi sabab shu. Endi men alaydan beri yetilib ketgan strategiya nimasi emas, yoki siyosatchi emas, ammo biz hozirgi kelgan hayotimizdagi da'vo hayotimizdagi nimaga qarab, tajribaga qarab dedim men buni. Chunki biz miyada yashayotgandan keyin ham uni ustiga men siz bilasiz, men bir muxbir yani bizning maylamda hozir men muxbirlik qilsamda qilmasamda bu siyosatning yo'nalishiga biz o'zimizning kasbiy shakldan qaraymiz yani. Onda bo'lgandan keyin bu siyosatning yo'nalishiga qaragan vaqtingizda bunda bir pishib bitilgan sharoit yo'q, yani hozir yo'q uni. Ammo bu yo'q deb umidsizlandik, yo'q. Har birimiz o'zimizning qo'ldan kelganishtirishimiz. Shuning uchun biz voy yana 10 yil, 15 yilgacha bizga unda umid yo'q deb bo'shib qolmizmi? Yo'q. Chunki biz yo'limizdan so'ralamiz. Shuning uchun tirishib ketyapmiz, amalni qilyapmiz. Ammo meningcha abstrakt bir shaklda buningga bir ism qo'y desangiz yoki yil son ber desangiz men yana shuni beraman. Agar buningga norozi bo'lgan qarindoshlarimiz bo'lsa, men hatto u vaqtdagi videodan keyin o qadar jiq talash tortishlarning bo'lganini, hatto videoni qoldirib o'tganligingizni men endi anlamayman. Kelsa edi mening oldimga deb birdim. Siz qanchalik tayyor qarindoshim? Siz qanchalik tayyor masalan? Abarib sizni yani siz bir o'qituvchi bo'lsangiz sizni abarib Sharqiy Turkistondagi bir maktabga qo'yib qo'yib baqayli masalan. Siz shu maktabni qanchalik idora qila olasiz? Biriga olib qo'yib qurol-yarog' maktabiga olib qo'yayli, siz qanchalik qurol-yarog' ishlab chiqara olasiz? Eng oddisi bir tumirchixonaga olib qo'yayli sizni. Siz aşağıdaki bizim tümürge bo'lgan ehtiyojimizni siz qamdira olamsiz? Misal siz nima ish qila olasiz? Siz o'zingizni qanchalik yetishtirdingiz deydim men oldinga kelgan bo'lsa. Siyosatda men onda siyosat yetishgan bo'lsa, dunyo vaziyatini bir tahlil qilib qo'ying. Bizning holatimiz qayerda? Agar haqiqiy siyosat yetishgan bo'lsa, u gapni qilmaydi. Hiç bir hozir rahbarlarning qarasangiz, hech birisi ata o'g'in bir yil ishkildiki Sharqiy Turkiston oz mustaqillik bo'ldi demaydi. Agar Alloh taolo nasib qilib mo'jiza bo'ldi dedim. Bo'lmasa normaldagi vaziyatimiz biz Sharqiy Turkiston loqut qo'limizga olib, olgan taqdirda uning ustiga o'tisini chiqaradigan nimada emas, iqtidorda emas. E'tirof qilishimiz kerak buni. Hozir siz yaxshi bir fikrlarni o'tirib qo'ydingiz. Siz degandek masalan, men shuni o'yladim. Nurg'unlagan masalan ahli ilmlarimiz bor, nurg'unlagan siyosatchilar bor, tashkilot rahbarlari bor. Biz şu kişilerinki ko'rgan narsasini ko'rib yetamayotganmiz va qabul qilg'idek iqtidor shuni masalan bizga to'g'ri ilm ahllarining qilgan ishimi bizga savotsiz yoki o'qimagan kishilarmi ma'lum bir aşağının gapini yaratmaydigan, xato gap qo'yadigan siyosatchilar gap umuman uni bunday demaydi, nima bunday qilmaydi deb rozi bo'lmaydigan ularni tushunib
betide bir iqtidar, bir seviye yetilmegenligini esil qılamıp qaldım o yakından beri. Siz yana bir mesele dediniz bir-birimizningki qilayotgan xizmatini qabul qilishda aciz kelyapmiz. Xuddi o'zimiz bir ish qilgan bo'lsak, boshqalardan cho'ng ish qilayotgandek. Men qilgan ish boshqalar qilmaydi deb to'xtamasdan Xitoyga hujum qilganda Uyg'urlarga o'zaro hujum ko'proq bo'lib qolgandek avvallarni ko'rib yetyapmiz. Shu masalalarni qanday o'zgartirish bo'ldi sizlarcha? Anadan keyin bir masala Sharq qo'shonning gapini qildingiz. Xalqimiz orasida shu Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishiga loyiq bir tayyorlik bir erkek bo'lgan bo'lsa o'zining kasbini taraqqiy qildirib degandek shuning ko'ngil bilib endi ko'pincha masalamiz o'zining xizmati bilan o'zining ishi bilan bu da'voga ko'ngil bilib bo'lmayapti. Sizning bir imkoniyatingiz bo'lgan bo'lsa qaysi bir shakl qaysi bir muhit hazırlagan bo'ladingiz. Masalan bir 15-20 ming odam deyli qabul qildi Munani xonim qanday o'rnashtirsiz bizni ish qilayli qanday bir da'vo muhit asli qalaysiz desa qanday muhit asli qilasiniz. Avayim degandek çoğunlarını ya siyasetçilerin alımlarını yaratmaydıgan, ya ularının kösetken yolunu korkma işini körüp yetemeydigan, anlınkini içki uruş kodgaçkı, bekarat kızgıdıgan kişilerini kanda özgeriş gerek ve Şarkı Türkistan davasının kanda bir muhiti buluşunu xalaysız. Men Osmanlı tarixini bek yaxshi ko'raman, ham o'qiyman. Siyoset nimasiga kelgan chog'da o'zim bo'libmi obzorlarni yoki tren tahlillik, muloyizalik narsalarni davomli yuritaman. Üzemge her günü en azda 2-3 mülahizelik film yoki mülahizelik görünüş, video görme yoki mülahizelik maqala o'qib turman. Mening demoqchi bo'lganim shu, Osmanlıga qiziqishimning deyishimdagi sabab Osmanlıninki muvaffaqiyatining eng muhim turining birisi itoat. Acayip güçlük. Hem de bir yerde desek, itaat meselesini desek, bizde bazılar deydi ki, biz özümüz qayıl bulmagan ya ki özümüz sayılmagan insanlara itaat kılmaymayız deydi ki. Bizdenki Uygurlardaki itaat, bu itaatsizlik nereden kelip çıktı dese, biraz da psikolojik noktasını etken çağda, Xitayga haddidan ortiq itaat qilayotganlik uchun tatgan ziyanning bedelini hozir mana Uyg'urlarda bir-biriga itaat qilmaslikdan kelib arqilib o'chini elyapti. Tamam. Hani siz hiç bir başka bir değişiklik göz qarashda bo'lgan adam bo'lsangiz, siz o'zingiz yoqtirmagan tashkilot, dernek, jamiyatlardagi boshqalarga nim qilmang yani, agashmang. Ammo hech bo'lmaganda o'zingiz hurmat qiladigan insonlarningki o'tirga qo'ygan xalqning manfaati uchun o'tirga qo'ygan fikrlarga to'g'ri bir muomala qiling va hurmat qiling. Agar siz bir dernek tashkilotga a'zo bo'lgan bo'lsangiz, siz hech bo'lmagan chog'da o'sha odamlarni itiraf qilgan bo'lsangiz, onun itaat qiling. Bir itaat qilish ya amataxunni cho'ng bilib ketib, sen mendan yuqori, sen mendan oliy, sen mendan bilimli deganlik emas. Bu yerdagi itaat insonga bo'lgan itaat emas, Allah subhanahu taolaning sizlarning ishinglarning ustidagilar itaat qilinglar degan amriga itaat qilish kerak. Osmonli davridagi itaatga qarasangiz hayran qalsiz. Bu darajada itaat bo'lamdi deb. Men shunda bir hikoyani o'qigandim, o'yki deb qo'y, bu haqiqiy. Ya'ni bir podshohning o'zi kichigidan yetishtirgan bir nimasi bor ekan, jangchisi bor ekan. Bu adam podshoh uning shunchalik kishini degancho. Lekin bir kuni o 24 saat to'xtamay at almashtirib, podshohning xabarlarini oyoq etkizib, oyog'idan miyak qilib, qanday amr uzman ekan. Tam 25-26 yoshga kirgan bir vaqtida kechida yomg'ir kelsa, shuning birisi quliga xat tutqizib, "Ma podshoh, ma xatni seni kelsin" deydi deganki, podshohning oldiga borsa deydi ekanki, "Bu xatni Edirnedagi bir valining quliga olib yetkizib ba, kech kunduz" deganki, o bola yana tomoqni yemay, ashunda at almashtirib bir yerga tushgan qolgan chog'da tushida xatdan o't chiqar ekan-ku bu bolaninki. Shuning bilan yana uxlab qolib, nima ishda deb xat ochay desa, xayliq bo'ldi, ochmay desa, bu ashi xatdan birdan o't chiqib ketar ekan-ku. Shuning bilan bu nima ishda deb xatni olsa, xatda nima degan ekan, mushu xatni olgan, ammo mushu xatni apag'an bolani o'ltirib degan xatga. Kebishini kesib deganki, bu bola o'z ishkanligini biladi uni. Yana qanday qildi ekan desangiz, xatni ko'tarib bordi kashaga. Bağandaki şunu bu vali o paçanın hem nait etibarlı yaş hem vali o balım şunda yaxşı görken vay oğlum kel japatatdan da bağrığı basqandan sana mühim xata geldim deyen ki xatni berse şuna qarab chiray o'ngab ketirgan. Men buni qilolmayman deydi ekan. Degan nima ish qilolmaysan desa, sening hech qanday bir xatoliging yo'q, balkim aşı podshohlikninki ordusining ichida bir fitna fasod bo'lib qolib, seni yo'q qilib mumkin, yo'q qilib degan bo'lishi mumkin. Men seni o'ltiramayman deganki, unda qilsa men seni o'ltirma deydi ekan.
Nima ish qiladi? Chunki sen padişahning emrini men qilmayman desang, bu bütün insonlarga mesela her inson mening ko'nglim unmadi, men qoyil bo'lmadim desa, bu bizdagi itoat, bu davlatning manfaatini saqlab qololmaydi. Bolam sening gunohing yo'q desa, mening gunohim yo'q, o'ldirilgan bo'lsam, ajrimni Alloh beradi mening. Lekin sen bir yer itoatsizlik qilsang, davlat nima qilsa deganda deb o'zini zo'rlab o'ltirgan. Ammo bu yerda o'zinglarni zo'rlab o'ltirib meselesi emas. Demakki, aşağıda 1 yosh, 25 yosh agar faqat davlatning manfaati uchun bu qadar fidokorlik ko'rsatilgan bo'lsa, balkim xato bo'lishi mumkin. Endi bu yerda ta'sir qilib, balkim biroz uchiga qochgan bir hikoya bo'ldi, menga ta'sir qilgan yeri shu. Osmonli davridagi 600 yıl dünya hükümranlık qilishda ko'pincha diqqat qilsak, tarixni o'qisak, itoat oldingi o'rinda turadi. Ammo bizda-chi mesela bu yerda bir ishga itoat qilmading desa, qanday qaraydi desang, voy deb odamga qaraydi desang, yaqindagi mollam, jamollam, yiroqdagi mollam, damollam degan bir gapimiz bor bizning. Davomli ko'z oldida turgan, ko'rib turgan odamlar bo'lg'ashqa, davomli ularning ko'z o'ngida yendagi odamlarning ayıpları, bo'lmaydigan yerlarini ko'rgashga, mushning vashuncha itoat qilib ketamdim men. Mush nimada shuni qilib ketamdim men. U vaqtda mening g'ururimga yuzamayman degan narsa bilan ay davomli shaxsiy nima ichida qoladi. Bu da'voning ilgilanmasligining birisi sababi shu. Masalan, qarindoshlar maishni bunda qilayli degan hamon hammamizda bir xil ya bu odamning buyruq emas, bu xizmatning ehtiyoji. Agar bütün davlat tashkilotlar, bütün jamiyatlar, bütün vaqtdagi ishlarda agar mushu ashning a'zo bo'lgan, ismini yozdirgan, shayga qo'l bergan yoki shularni saylagan odamlarda mushunda bir jangovarlik bo'lib qolgan bo'lsa, tashkilot xizmatlari jiq ilgilab ketgan bo'ldi. Masalan, guruhlarda menda bir ish batdi deb, masalan, cho'ng aylarning guruhlarida men bor desa, onunla cevap veren 5 adam yok. Falanca ağırıp kalktı dese inna lillahi ve inna ileyhi raciun 200-300 yazıyordu. O asanga toktaydı. Birisi ağırıp kalktı dese Allah şifa versin deydiğen 300 yazıyordu. Ama bizim başlıklarımız olsa, baş teşkilatlar olsa, mesela Dünya Uygur Kurulu ya ki başka çoğunca teşkilatlar. Manda bir mesele battı, bana dikkat kılmışsak deseniz cevap verin adam 4, 5 ya 10. Tamam bitti. Bana bir imza attığa işte imza kampanyası battı, karındaşlar bana kaybettiğinler dese ya 10 ya 15. Bu qanday ishda? Bular ya meni uyam kelib zahmat etib berang, so'mani etib berang demaydi. Bu bizda taxir da'voga bo'lgan ko'z qarash bu darajaga kelgan bu holatda turganda bizda yo'g'a ishlarni qilolmaymiz. Chunki oldi bilan biz qilayotgan tashkillar mushu xizmatning ichida, mushu insonlar bilan, mushu guruhning ichida men bu da'vo xizmat qilaman degan ong bo'lsa, oldi bilan ash o'zi mansub bo'lgan yana qo'ldash, mansubga yana taraqqiy qildirish har birimizning majburiyati. Bu bo'lmasa atgan mamlakatga borsangiz qanday boshqa siz tasavvur qiling masalan. Siz tasavvur qiling. Siz masalan bir guruh yoshlarning boshlig'i bo'ldingiz. Sizni ashlar e'tirof qilib, sizni boshliq qilib saydadi masalan. Bo'ldi, siz bo'ling, biz sizning bilan mangamiz deydi. Lekin ular hammasi bunday o'ylab baqsa, hammasi sizdan ya saviyalik, ya ishyo'ng, ya qilgan ishlar bor. Vaycan muşna akıdımın, nima desem, birden aşk bor edik adaş, birden maşk bor edik, birden keldi edik, birden ketdi edik. Deb memleketga borganda hammasi o'zining ishi qilsa memleket kim qurdi o memleketni? Bu bizning daxil davodagi siyosiy ong tushunchimizning nayki teyizladi ekanligimizning ifodasi. Buning uchun bu itoat masalasini Allohning emri deb tushunishimiz kerak. Ya agar itoat qilmaydigan ishing bo'lsa, itiraf qilmang. Ya'ni men itiraf qilmayman seni, men sening guruhingdan emas deb chiqish kerak. Ammo agar shu guruhning ichida bo'lsangiz, mayli yoshlar bo'lsin, yashanganlar bo'lsin, o'limalar bo'lsin, boshqalar, siz shayga bir oid bo'lsangiz, bu Allohning emri deb bilishingiz kerak. O vaqtda sizde bir xil da'voga nisbatan bir ön hazırlık deb qo'yamiz, bir tayyorlik holatingizda bo'lgan bo'lasiz. Begina shunda xizmat qilayotgan yaxshi bir kishiningki begina o'lim farmoniga bo'lgan itoatchilik o'lim. Chunki ayada vali masalan aniga hissiyatiga tayinib aniga ish chiqardi. Ertaga u vali boshqa bir narsaga bo'lishi mumkin. O validan boshqa birisi boshqa o'rnak kelishi mumkin. Bara podshoh nisbatan bir xil ya'ni osiylik demaydi-da. Xahişi bo'yicha itoat qilgan, xolimisi itoat qilmaydigan bir vaziyatning kelib chiqmasligi uchun qilyapti oni. Ha, yana birisi shu yer bor. Men Alloh uchun qildim bu xizmatni. Agar podshoh mening xizmatimdan gumonlangan bo'lsa, mening xizmatimning eng yaxshisini Alloh biladi. Alloh biladi va ajrimni Alloh beradi degan narsa bilan iymon masalasi ayada. Biz hozir nurg'unlarimizda bo'layotgan xatolik shu. Bu dunyoda qilgan xizmatimizning ajrini bu dunyoda olsak bo'ldi. Masalan, men jiq xizmat qilib ketdim, meni voy demidi, meni kutamidi, meni maqtamidi.
Meni va to'yda o'tkazmadi mesela. Mening ismimni chiqarib qo'ymadi. Men mikrofonda mening jamiyatimning nomini so'zlamadi mesela. Va bizni maqtamadi mesela. Yoki biz bu qadar ishlarni qilyaptik falan kanalning, Pustan medianing bizni ekranga chiqarmadi mesela. Ya sen kim uchun qilyapsan uni? Mesela Xitoy bu adam 10 qatim ekranga chiqib bir tabaq shat tursan berib tayladimda. Ya madem 5 yig'lab ketibdi otasini berib taylidimda, unda ish emas bu yerda. Davadagi samimiyat davani ilgari surdi. Biz bu samimiyat oldi bilan bo'lish kerak. Yana bir masalada har birimiz men nima qila olaman deyish kerak. Men masalan shaxsan o'ylayman, o'zimni o qadar yetarsiz his qilmayman. Men masalan hozir Sharq Turkistonga borsam, men xalqimga nima qilib bera olaman? Ishni nerdan boshlashim mumkin? Hamma bu yerda meni tunuydigan qarindoshlarimga bu davoni so'zlayman, manda qilayli deyman. Lekin yerlik odamlar meni tunimaydi yana asl. Men u yerlik insonlar bilan qanday munosabatga o'tib, o insonlarni qanday harakatga keltirib, bu yerlik qarindoshlarimiz, yerlik qarindoshlarning o'tirsidagi ko'rik rolni qanday o'ydim, yerda qanday xizmat qila olaman, nima qilib bera olaman shu qarindoshlarimizga. Qaysi dardiga darmon bo'la olaman o'ylasam, men o qadar yuzimni yetarsiz his qilamanki, bir hammamiz uni qilaylik. Buning uchun men to'xtamay o'qiyapman deyishimning sababi to'xtamay o'qiyapman. Ma lozim bo'lib qolamanki xalqimga, lozim bo'lib qolamanki xalqimga. Borsam anamdan so'zlab bersam, mani qilib bersam, ma dardiga darmon bo'lsam deb o'zim tirishayotganimning sababi bu. Chunki yag'bag'ancha bir ish qilishimiz kerak biz. Shakalda bo'ladigan ajoyib bir Turkiston davosini qilibdi. To'yda o'tirsin deb o'tkazib qo'ygan taqdirdimi, bizning mas'uliyatimiz tugamaydi-ki, ta oxirgi nafsimizgacha. Her bir adam eğer ayal, çoğun, küçük, yaş, qeramisi, men de Şarkı Türkistan'da Allah bersem men berip nimiş kılalayman deyişim gerek. Ama biz kulumuzun kilizgani şunu deyimiz biz mesela 300 ayal okuvatıda Kur'an'da değerlediğimiz şu Kur'an'da. Her birine bir nahiye, bir mahalle, bir nimige berip bir neçe ayalını toplap dinini unutuqayotgan yoki dinni yiroqlayotgan qarindoshlarımızga haq va nahaq tushuntiradigan saviyaga kelinglar deyapmiz. Ayollarimizga shuni qilyapmiz mesela. Va ayollarimizni yetishtiryapmiz. Atyogan bag'anda psixologiyatdan buzilib ketgan va ro'yijatdan ajrab ketgan qarindoshlarimizga sizlar yordamchi bo'la oladigan saviyada bo'linglar deyapmiz. Biz ayollar qo'limizga mushishlik qilyapmiz. Har bir odam o'ylash kerak. Mayli kasab nimiz, men borsam nima qila olaman mesela. Allah badi dua qildik, yig'ladik, qaqshidik. Masalan, xalqaro siyosat buningga bizga bir o'ng'aylik sharoit yaratib berdi. Alloh bizga Sharq Turkiston qaytarib berdi. Men borsam nima qila olaman? Iyada ağırıq salaq bo'lib ketgan, salomatligidan ayrilgan, kimdir ko'zidan ayrilgan, kimisi hastaya tushib qolgan, hatta kim o'zining ona tilini unutib qolgan. Ashunda bir ağırıq salaq insonlarning oldiga boramiz agar saq qolsa. Biz ularning yarasiga malham bo'lamdik, dardiga darmon bo'lamdik yoki biz ularga yuk bo'lamdik mesela. Bu mesele var. Yani bunun için menimki bayan deb gelen gepimni qaytar, güçlendirdiğin amillarning birisi şu yani. Yani bekrak çoğuna hürmet qilish, itaat qilish, o'zi qo'llagan masalan ilm ahli bo'lsin, yo siyosatchi bo'lsin, tashkilot bo'lsin, azroq bo'lsa, aktivlik bo'lsa deb shuni qilsak. Endi biz shu masala gapingizda tatib oldim ukam. Agar birlariga nisbatan xato tushuncha bo'lsa, xato ko'z qarash bo'lsa, yo birlari haqiqatan xato bir narsa anlab qolgan bo'lsa, basın aldığı. Berip, men sizning haqqingizda bunda xato tushunib qoldim, xato o'ylab qoldim. Rasmi, yağanmi deb meni o'zi fikrlasin. Mediada adam eski ma adam undaki ya u bo'lmaydi, u taqlidchilik bo'ladi. U sizning maydoningizning yo'qligi, o'zingizning xarakteringizning yo'qligi, mustaqil bir ko'z qarashingizning yo'qligi. Chunki mustaqil ko'z qarash va adam har qanday gap so'zni ko'z qarashni haqqiga ishib qilmaydi, balki o'zi bir mulohiza yurgizadi. Onun için ondan xalqi medyada ondan oturdu birilerini oturup qazan qaynatgan adamlar bundan qarab bu kim? Nima ish qilayotgan? Men masalan bir narsani tillab, uni qilmadim da qarab baqaman buni. Masalan bu kim? Hajab men ko'mabdikan mana ondaq mundaq deb. Hajab men seni deymanda bu 17 yil oldu men Türkiye'de yaşayalı bu davada. Hajab seni men ko'mabdim. Men nereden çıktın deyman men. Mesela men aldığımı kelib desiz men nereden çıktım? Nereden qarindishim ya? Biz 50 40 30 adam bilan namoyishga chiqqan kunlarimiz batdi. Mehmet çıkamaklarımız battı, Abdül'den çıkan günlerimiz battı. Yani Nurhan mesela resim görgezimiz kıldık, yalnız durup gittik aptaplarda. Şu vakti yoktun sen, hem de çıkıp demiş tıllaysa deyme. Ya tıllama demeyme, tabi sen demiş kıldın ama bir köseten kağa işinle. Ya bal okutun da, ya pul tepip davaya hizmet kıldın da.
Yoki boshqa bir ish qil, ya bir hunar o'rgatdim-da, bir ya maktab ochdim-da, kalmin oldim, bir ish qildim-mi? Men hiç ko'rmadim seni. Buning uchun yani men insonlarningki bu qarg'ulachi odamdan qutlaydigan va manli bir ishni bilman deydigan bo'lmasa, aslında davaga ziyon berganda qilgan bilan o'ziga ziyon beradi. Özünü çekindirdi de akıga, ilgileyemeydi. Hem Allah'ın nezdinde onda adamın nimesi olmaydı. Çünkü şikayet kılış, başkalarını eyipler, psikolojik noktadan o adamın zaten psikolojik sorunu yani avarçılığı, keselliği, bağlığı enek. Hani insanlar özünü aşkarladı da. Hani özünü aşkarlaydı. Siz degandek haqiqiy shu da'voning yukini eg'irligini his qilgan o'zi bir ish qilib baqqan odam bo'lsa hargizmi o'ziga dadni tushungan odam yana bir dadmanni hargizmi haqoratga tilla qilmaydi. Belki endi tillash emas, normal bir radiya va yoki ko'z qarashni o'tirib qo'yish, ayiblash u boshqa eg'zim buzib haqorat qilish bo'lmaydi, eg'ir bir masala. Dinning bu yukninki eg'irligi, da'vo yukining eg'irligini men ma bir narsa his qildim. Shu hem siz degandek burunbek chiqdim qilgan bo'lsam, 3 yil jarayonida xilda narsa his qildim. Bu 3 yilda nurg'unlagan kandaslarimizdanki boshqalar qilmagan bir ishni men qilib yetamanmikin degan bir ishonch bilan shundoq yo'g'on bir maydonga o'tib sakrab chiqib ter tarafdan chiqildi, lekin ba'zilari 6 oy, ba'zilari 1 yil, undan keyin qiladi, bir ish qilmay yo'qolib ketib tashib o'tirdi yani. Men nurg'unlagan tashkilotlarni ko'rdim, dernihni ko'rdim, shaxsiy da'vo qilgan odamlarni ko'rdim. Uzoq bardosh bermaydi ekan. Bazıları bir iş kılanmayla xalqning qaqsız qılan qo'yib turganib ketirgan, vatandaş kapırma o'qib ikamet yaparım deb. Anki u bir mezgildiki bulduk ya, xalq bildiki bir necha ket xalq aldıgandan keyin ishonmaydigan bo'lib ketirgan. Shundaylik bu da'voning yukini his qilishni aytib tasgan shu amaliy ish qilgan odam bo'lsa, ish qilib baqqan odam bo'lsa, qarshi taraf tushungandan keyin haqorat qilib tillab undan qilmaydi ekan. Siz mushunday da'voga yangi qo'shilmoqchi bo'lgan, vatan uchun bir xizmat qilib baqqay, ma tashkilotlar qilamidi? Qilamagan men bir ko'taychi deb chiqadigan olsun, başka şekilde çıkırgan olsun, yoki bir siyosatga aralashib Xitoyga qarshi bir xizmat qilib boqay degan odamlarga qanday bir tavsiyalarimiz bor? Mening burundan masalada maslahat so'rab kelgan yoshlar bo'lsin, yo qarindoshlar bo'lsin. Siz hamma ishni noldan boshlaydi demay, başlagan ishning nemisiga hamkorlikda menging yoki masalan siz bir ma'rif xizmatini qilmoqchi bo'lsangiz, odam o'qitmoqchi bo'lsangiz yoki yangidan bir maktab ochmoqchi bo'lsangiz, ochilgan maktablarga berib, agar shuni iqtidoringiz bo'lsa, moddiy kuchingiz bo'lsa yoki iqtidor kuchingiz bo'lsa, ashajatdan destek bering deb berman masalan. Yoki siyosiy bir xizmat qilmoqchi bo'lsangiz, agar o'sha yangi fikrlaringiz, yangi ideologiyalaringiz bo'lsa, o'zingizga uyg'un kelgan davlat tashkilotlarga berib, mening bunda bir iqtidorim bor, mush ishni menda qilaman deb ashta qilsangiz yaxshi. Chunki siz hammadan bir ishni noldan boshlagan chog'da ham energiya ketadi. Bu oson ish emas deb deyman. U gaplarimizni anglaydiganlar bek az. Hammasi o'z oldiga ish qilg'isi keladi. Undan keyin sizning degandek bir mezgil qilgandan keyin u o'tib sug'uchilishib to'xtaydi. Bu anda qiliqi hissiyat, bu da'vo ishi, bu yuki eg'ir bir ish. U hissiyat bilan yoki men falonchi bilan ishlamdim, uni men boshliq qilib ishlamdim, uning qo'l ostida ishlamdim deydigan bir narsa bor. Bu da'vo ishida g'urur yapsanız hiç qanday nima qilolmaysiz. Tamam. Siz bag'an yeringizda balkim boshliqni yoqtirmasligingiz mumkin yoki u yerdagi mudirni yoqtirmasligingiz mumkin. Sizning maqsadingiz siz yoqtirgan odam bilan birga ishlashmi yoki da'voga has qo'shishmi? Siz dava için kiremsiz yoki adam için kiremsiz iyaga. Ha men bu odamning ochiq yomonga qapoq o'tiribgan, ya onda qildim, o meniki qadr qimmatimni bilmadi, tushunmadi. Ya siz qadr qimmat og'il boramsiz iyaga yoki da'voga qo'sh qilib boramsiz. Bu bir. İkincisi hozir bizdagi cho'ng xatolikni biz o'zimiz bekkem tuqqan. Bizde masalan to'xtamay agar siyosiy da'vo qilman deydigan yoshlar bo'lsa, tavsiyam shu. Men yoshlardan jiq umid kutaman. Asosan to'liqlasin. Siyasetke Şarkı Türkistan davasını qilman degan adam Şarkı Türkistan tarixini yaxshi bilishi kerak. Xitoyni yaxshi tunishi kerak. To'xtamay izdansin, o'qisin. O şu arada olan Şarkı Türkistan kelmaydi. Men nurg'un yoshlarda masalan kimlarniki opisining yoshi, kimlarniki ochisining yoshida mush hissiyat bilan da'voga kirib baqirib chaqirgan yoshlar shuni deymanki, o'qing. Tamam, siz universitet o'qigan bo'lishingiz mumkin, doktor o'qigan bo'lishingiz mumkin. Lekin o doktorlik saviyangiz, universitet saviyangiz bu da'vo saviyasi emas. O da'vo saviyasi uchun da'voni yaxshi tunmasangiz bo'lmaydi. Da'voni
qandaq elib berishini bilməsəniz olmaydı. Təşkilatçılıqla qandaq qilishini bilməsəniz olmaydı. O Xitayni obdan tanımasanız təxi olmaydı. Xitayni tanımasanız Xitayninki qandaq buzğunçuluq qılğını bilməysiniz. Onun taqabül turuşunuz kerak boladı. İkincisi cıq kitab oqun. Cıq təfəkkür qılın. Həmmədən mühimi yaşlarımızğa deydigini namazınız joyida bo'lsin. Sizni yaratgan Rabbiniz Allohga haqiqiy sajda qilmay turib, Allah yolda xizmat qilolmaysiz. Namazınız joyida bo'lsin. Har kuni o'zingizga vazifa qiling, cho'qim va cho'qim ikki bat Qur'on o'qing. Allah nima davatidi? Har kuni bir o'qing. Chunki sizning dilingizni yuritadigan, zehningizni ochadigan narsa shu. Kim short olsa Allohu akbar deb yurib chiqib davo bo'lmaydi. Chunki namaz, Qur'onni tushunish ve ustozlardan ta'lim elish, mulohiza qilish sizga ko'rinishda asta hozir voy Xitoy degan qarindoshlarimiz o'tirib ketibdi, Sharq Turkistonda kuyib ketibdi. Biz qachon Qur'on o'qib o'tiramdik, biz qachon namoz o'qib o'tiramdik. Ya qarindishim, qutuldirib bergan Allah. Siz o'zingiz bir o'zingizni temkin holatda tutib tefekkür qiling. Tefekkür ve hareket birga bo'lmasa, faqat hareket bo'lsa o amalga oshmaydi, bir mezgildan to'xtaydi. Tefekkür bilen hareket birga bo'lishi kerak. İzdinish bilen hareket birga bo'lishi kerak. İlim elish bilen hareket birga bo'lishi kerak. Yoshlardagi shu, anandagi endi birisi bir mezgil menga to'xtab qoldi. Chunki mashinaga mayni ya sog'lom qochilmaydi dang. Bir qochilib falan mengib ketdi, bir mezgil to'xtab qoldi. Unda emas. Men mushunchilik mangsam buningdan bu meyim tugab qas qanday qilaman deyish kerak. Onundaki yeni birisi bu davanın bir gün, 2 günlük, 1 yıl, 2 yıllık dava emasligini bilip meniş gerek. Ben qanchalik mağalayman. Ben ahirsiga chiqaralaymanmi? Aldamga to'salg'lar bo'lib qolganda yaltayib qolamdim, to'xtab qolamdim. Chunki agar menayotgan yo'li to'g'ri, haq yoki Alloh rizosi uchun bo'lgan yo'l bo'lsa, manganda davomli yo'lda to'salg'i chiqadi. Men to'salg'i chiqmasa, dag'dam yo'l bo'lsa, mangama bo'lmasa, mangmayman desangiz, o dava odam emas. Nurgun buvatkan hatalıklarımızdaki sebepleri şu. Yani tosalığı çık. Nurgun adamlarımızın bilime gruplarda, medyada kahraman hemmisi. Yol yazıp gidiyor, yollap gidiyor. Vay adam diye andak takva buluş gerek. Kalbi mandak pak buluş gerek. Mandak zikir dua kılış gerek. Dava için andak kılış gerek. Mal dünyasını mandak serip kılış gerek. Ameliyat karşımız yok oturda. Grupta yazıldı. Ben aşında adamlar gibi tunup karmayım. Yazgan esirgemi karmayım. Ne mi deseniz tesir kılmaydı. Çünkü özü kılmaganlıkı tesir kılmaydı ukan. Onun için meyle mesela Avrupa'da olsun, meyle kımıl olsun, ben şunu deyim, benim hatta okuyucularımı, bizim etrafımızı kızlarımı deyim, okuyucularımı deyim. Seni yaratkan Allah'a 5 yılında secde koymayı durup, seni yaratkan Allah'ın bendelerine hiçbir şekilde hizmet kılamaysa deyim. Allah razı olsun. Yığıncaqlara gelsek, sizinki birisi qanday bir davom etdi asli qilishni o'ylaysiz degan vaqtida shu ko'plagan qarindoshlarimizningki bir yerga jamlashgan cho'nglarga ma'lum bir qoyil bo'lgan kishilar itoat qila oladigan, o'tiq kelsa o'tiq kela oladigan, to'g'ri kelsa to'g'ri kela oladigan, fidokorlik ko'rsatadigan bir muhit asli bo'lgan chog'da Sharq Turkiston mustaqillik amalga oshishi mumkin, texnik tez amalga oshishi mumkin deb qisqacha yig'incha. Hammamiz benda fikrim shunda qo'yay, farishta emas. Bizdan farishlik talab qilmasin. Yoki cho'nglardan, yoshlar shundaymi? Çoğunlar aldın menatkan meyli ustazlar bolsun, rehberler bolsun, biz perişte emas. Bizmi oxşaşlam göçtün soňaýdan ulan. Bizninki ulanın közüge sığmagan hatalıklarımız davany ula paltı bilen kesadigan sebep tapamaslygy kerek. Bizni taşlap koyup yoki çoğunlarni taşlap koyup özünün başına ahir bir tekşirip baksın, özünde qançak hatalyk çıkıdı. Hemmemizde var. Bir hadisde mi bağlayman qatanaşsam, eğer bir qara kul baş bo'lgan bo'lsa, buni itoat qilinglar deb dinimizda shu jamoat bosh qilgan bo'lsa, shu kishini itoat qilish shuni. Abayam deb o'tib ketmek bizdikilerdagi itoat qilsa odamni ko'ziga ko'rib oldim. Shuni itoat qilamiz. Siz ya o odamga itoat qilmaysiz. Siz aşa adam o'tgan o'ringa itoat qilasiz. Aşa odamninki degan umumning manfaati uchun degan so'zga itoat qilasiz. Odamni tutib olmangsiz. Agar odamni tutib olsangiz xatolaysiz. Çünkü bilgin mesela bugün Ahmet oturuş mümkün orunda, Samet oturuş mümkün. Şunda bu.
Men emek iştahat qilmayman, emek iştahat qilmayman. Adamga iştahat qilgan bo'lasiz. Ammo aşı o'tdag'an o'ringa iştahat qilsangiz, Allohning amriga iştahat qilgan bo'lasiz. Biz ma farqni ajratib olsak, iştahat masalasida jiq masalalar bo'lib ketadi. Tabii siz deganda endi iştahat desak, hozirlam o'lib ya, pulning amini ya bunda emas. Eng oddiy sababim siz degandek mayli imzo etish kompaniyasiga imzo qiladigan, ma'lum bir namoyish faoliyatini namoyish qilib chiqaradigan, bir aqlni kesilib qolsa, bir kim qarab beradigan degandek, eng oddiy bir ishlarga itoat tepilmayotdi yo kam uchrayotdi deb shuni deb o'tdingiz. Masalan, kichik ishlar bo'lsin itoat qiladigan muhit asl bo'lsa deb. Endi keyin shu qanday bir ichki detallar xuddi bir-birimizni bekroq tillab, bir-birimizni hujum qilgan ahvolni o'zgartirib, faqat Xitoy hujum qilgan muhit asrimiz degan masalaga bir-birimizni yaxshi tushungan chog'da, Xitoyni obdan tushungan chog'da, xalqimizni obdan tushungan chog'da, davoni yaxshi tushunib, andan keyin ig'ir besiqlik bilan qiziqqanligini tashlab, ig'ir besiq bilan harakat qilgan chog'da o'zini planlab, bu el bo'ldi deb buni deb o'tdingiz. Endi bu yerda men riyo qilish uchun nima qildim? Gap to'g'ri gaplangan. Siz mush vaqtcha mening biridan tillab boqqaningiz, meni o qadar tilini nima tillamadim. Ya tillamaganim bak esilliqimdan emas endi. Esil bo'lib ketganligim uchun men oliyjanob bo'lib ketdim. Chunki o'rinsiz. Bizning dushmanimiz Xitoy. Mening ba'zi vaqtda ba'zi yoshlarning qilgan yoki ba'zi insonlarning qilgan tetiqsiz qiliqlariga aşı deb qo'ymiz, aşı quloqning oqiga savg'is kelib ketadi odamniki. O'tirak qo'ymaydi, kelib ketadi. Lekin bizning davarimiz bir-birimizni tillashdan ustun. Bizning ochig'imiz kamamda, bizning ko'nglimiz kamamda, bizning yuragimiz og'rimamda. Lekin bizning davarimiz bir-birimizninkiga til ahanat qilish, bir-birimizning xatoliklarga tishlarimizni o'chirlatib, uning o'shmanlik qilish va bir-birimizning orasini echishdan ustun. Bizning davarimiz çok bek ustun bir dava. Eğer to'xtamay bir-birimizga hujum qilishib qolsa, biz Xitoyninki orzu qilgan liniyasini demayotgan bo'lib qolamiz. Ashuna bo'ldi. Uyg'urlar bir-birini tillasa, andan keyin bir-birisiga dushmanlik qilib, bir-birini yiqtirgan harakat qilsa, albatta Xitoyga hujum qilishga vaqtini muammo qildi. Qur'onning sura An'amda shunday bir oyat bor, la tabshadu sayazhabu rihukum. Ya'ni bir-biringlar dartalash qilishmanglar, kuchinglar ketadi, energiyanglar ketadi. Bu Allah'ın ayeti. Biz birbirimizga mesela sen unda men hech kim meni mesela birisini açığını keltirmegen bolsam, mende bir haqliq bolsam, haq men tillasa, nimish sen tillayding? As unda emasdi, men kelaman sana tushundirib qo'yay. Voy qara, men bir muncha kuchimni, energiyamni, vaqtimni sarf qilmayman yerda. Uni o'rniga men boshqa ish qilsam, da'vo foydali ish qilsam, hech bo'lgan o'tirib bir kitob ko'rsam, bir izlansam, u foydami menga? Yoki nimish tillaysa deb odam bilan aytishsam da razı. Bir-birimizni qabul qilib, hurmat qilib, bunda qilsak bo'lmaydi, inshaalloh uni tuzib ketar. Aytdi yaxshi bir program bo'ldi deb qarayman. Boshqa sizning yana to'plab qo'yilgan xalqimizga eskartib qo'yishni qolgan bir temalar yoki bir ko'ngil so'zlaringiz asab qilgan program daxli. Xalqimiz o'qisin. Bizni ko'rpagan so'zlardan barliq narsalar ko'proq agar sizning foyda topgan bo'lsangiz, taqib qo'yishni unutmaysiz. Ko'rishni olib boqaysiz. Alloh qo'ysin.